Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizga yengilliklarimiz kelishda davom etyapti. Magazinda ozgincha odam ko'proq, o'shaning uchun to'liq obzor qilolmayapmiz. Atak qaranglar qanaqa zo'r variantli ko'ylaklar olib kelganmiz. Hozir obzor qilib ko'rsatib beraman. Mana shunda videoga olib qo'ying. Bo'ladi? O'xshaydi. Bizning obunachilarimiz ichida pompolalar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Atak bo'yi uzunligi ham ko'pchilik ekan. O'shalar uchun zo'r variantli ko'ylaklar olib kelganmiz. Matosi, shifon matosida g'ijim bo'lmaydi, kirishmaydi, rangi chiqmaydi, har taraflama udobni, havo o'tkazishi ham 100%. Ichlarida astarlari bor, bo'yi barabar, ichidan umuman ko'rsatmaydi. Rukolarni qaranglar, fanarik fasonda, kiyganda ham to'kilib, kenggina bo'lib turadi. Mazza qilib kiyaversanglar bo'ladi. Rasvetkalari bilan bor, ko'rsatib o'taman. Qaranglar, mana bunaqa rasvetkasini ham olib kelganmiz. Neobechniy hammani ustida ham ko'ravermaysizlar bu ranglarni. Yelkalari skromniy bezatilgan, orqalarida zamochkali bor variantimiz. Kiyib yichishligi udobniy bo'lishi uchun tegini qaranglar qanaqa zo'ra. O'zini belbog'lari bilan birgalikda. Xohlovchilar uchun mana bunaqa xarirli variantlar ham bor. Bularni ham ko'rsanglar, mazza qilib kiyaverasizlar. Yengilgina odam ustida yo'di turadi. Razmerlar turk razmerda 44, 46, 48, 50 razmerlarda 6 pelis qo'shsanglar o'zimizning razmerimizda kelib chiqadi. 12 ta viloyatga dastlabki xizmati mavjud. Bemalol magazinga kelaverasizlar. Bo'yi uzun qizlarimizda kelaveringlar. Mana sizlarga zo'r ko'ylaklarni taxlab qo'yamiz.